4000 kvadrat ketadi, 4 etajda. Yo'q, xolis olam, men bekitish bo'lmaydi, yoshi o'tib qolgan odam. Kelgan odamlar meni qarg'ashim qolamayman. Men haqiqatda 300 sezondan ishlayapman. Zo'r deb bilaman mana shuni. Bu firmani haqiqatda O'zbekistonda ham barchaga bor ekan deb xursand bo'lyapman. Isitishga ham men hech men bunaqa istadim demadim. Teploideal kotyollari isitayotgan yana bir manzil. Andijon shahridamiz. Xudo xolasa Milana tekstilga kelganmiz. Ko'rib turgan juda ham katta zdaniyalarni Teploideal kotyollari 3 yildan beri isitib kelyapti. Hozir kirib ichkariga bir qator qanaqa isityapti, qanaqa rasxod bo'lyapti, to'liqroq ma'lumot olamiz. Shokirjon aka, xolisona fikringiz kerak. Mana hozir qayerdamiz biz? Hozir biz Andijon viloyatida Chem MFSdan tekstildamiz. Nima tekstil? Milana tekstildamiz. Milana tekstildamiz. Aka, biz hozir mana tekstilda 100 kvadrat issiqlik xonasida turibmiz, issiq chiqaradigan yerda. Necha kvadrat joyda isityapsiz aka? Hozir bizda 200 kvadratli mana ideal degan nima turibdi, kotyol turibdi. Bu hozir bizga 4000 kvadrat ketadi, 4 etajda. 4 etaj. Shuni isitib, xudo xolasa mana 3-yil, 3-sezon ishlatdik. Problema bo'lmayapti. Rasxod, sutishni rasxod endi O'zbekistonning havosiga 15 soat, 17 soatga 150 kilosiga yetar ekan. Bittasi 100 kilo. Ikkovi 300 kilo bo'lsa, 3000 kvadratga 15 soat, 10 soatga borib yetadi. Ishchilar qanaqa holatda ishlayapti? Ishchilar yaxshi, yo'q, xolis olam, men bekitish bo'lmaydi, yoshi o'tib qolgan odam. Kelgan odamlar meni qarg'ashim qolamayman. Men haqiqatda 300 sezondan ishlayapman. Zo'r deb bilaman mana shuni. Tavsiya qilaman birovlarga. Haqiqatda biz mana 3-chisini ham mashinadan qo'ydirmoqchimiz biz. Xudo xolasa. Nima deysiz, xudo xolasa mana mashinadan qo'ydirmoqchimiz. O'zi uchun yaxshi. Hozir xolis birodar maqtashmas bu firmani. Haqiqatda O'zbekistonda ham barchaga bor ekan deb xursand bo'lyapman. 300 ha, yaxshi. Bo'ldi. Xonadonlarga ham bor bizda. Xonadonlarga ham bo'lsa, tavsiya qilaman, kichkinalar ham bo'lar ekan. Haqiqatda rasxod ham kam ekan, yaxshi ishlab chiqaradi. Yaxshi. Isitishiga ham men hech men bunaqa istadim demadim. Etaj bir etaj bo'lsa, undan ham yaxshi istar ekan. Misol, etajda ham rasxodi bo'ladi-da, pateriya bo'ladimi? Aynan ko'p, eshigi ochiq bo'ladi. Hatto bir etajli bo'lsa ham hammom tashlaydi. Bo'ldi. Yaxshi, tavsiya ideal anaqa yaxshi. Bo'ldi. Hozir ikkinchi paxtavodda ham bor. Milano ikkinchi unda ham qo'yilgan bu yil ham. Bundan kattalar. ham qo'yilgan, bundan ham. Yana Teploidealni ham istyapti aka. Istayapti dedi ama, ha? Istayapti dedi. Bo'ldi, xudo xolasa aka ham borib mayli ko'ramiz, xolisona fikrlarini ma'qul kelgandan xursandmiz. Bemalollar ham har qanday katta abyomlar uchun kichigimi, kattami farqi yo'q. Garantiyali, zavodskoy effekt beradigan haqiqatda kotyolovlar ekan masalan, Teploidealga murojaat qilsalar ham bo'ladi. Mana xolisona fikrlarni olyapmiz. Qator zavodimizda videoda ko'rsalar ham bo'ladi.